Hey aka hozir. Aka uzr aka. Bo'lmisan sen nima qilyapsan? Befarosat. Ko'zingga qarab ish qilmaysan. Mushimda qancha turishini bilasanmi? Aka uzr, ishlab to'lab beraman. O'rtog'imni olgani Menga qara. Mushimni puliga sen 2 marta boshdan oyoq kiyinasan. Tinchlikmi bu yerda janjal bo'lyaptimi? Tinchlikmi nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rmaysizmi? Mana befarosat dedim, shimim daddala bo'ldi. Aka, bitta shim ekan-u va shunga shuncha baqir-chaqir qilish shartmi? Qancha turadi? Nima? Bitta shim? Buni narxi $200 turadi. Bu meni o'rtog'im bo'ladi. $200 bo'lsa men beraman shuni. O, endi bu erkak ishi bo'ldi. Oy, to'xtagin. Shimingni yechib ket. Nega hayron bo'lyapsan? Shimingga $200 dedingmi? $200 berdimmi? Shim meniki. Shu yerda turib $200 naqd sanadimmi? Sen ham shu yerda yechasan shimni. Aka, meni bunaqa xijolatga qo'ymang aka, ko'chada qanday yuraman shimsiz. Iye. Senda ham oriyat bormi? Hozir shu yerda oilasini boqish uchun halol mehnat qilayotgan erkakni hammani oldida oyoq osti qilishga uyalmading-ku, yuzing chidaydi. Sen shimsiz yurishga ham yuzing chidaydi, yechib ket. Qalay bo'pti birovni haqorat qilish? Shu gapingni esdan chiqarma. Erkak erkakni kamsitmaydi. Kamsitadigan erkak erkak bo'lmaydi.